Yum 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 yum. Vah, turib oldimmi? Sonra geliyor. Ha, geç qo'yib turibman. Hozir. Yum 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 turib oldim. Qani tashqariga chiqaylikchi. Vah. Hamma zombilar yonib ketyapti. Bum. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xuddi o'sha Valilloh. Ha, xuddi o'sha. Yaqinda anchadan beri kanal YouTube'ga video chiqmayotganligi uchun bugun video chiqishga qaror qildim, azizlar. Bugungi videomizda biz ya'ni maktab quramiz. Bu birinchi qism. Maktab birinchi qism. Va bugun biz maktab qurishni boshlaymiz. Qani ketdik. Birinchi navbatda bizga bu blok kerak bo'ladi, ya'ni bu jilnik. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Qani qo'rqasiz? Mana biz почти qurib oldik. Ya'ni bu tak qismining bir turi edi. Endi bu yerda mana bunday qilib chiqamiz. Tez. Qani bosh tezroq qilsam tezroq tugataman. Bugun keyingi qismdan sheriklar ham qo'shilishi mumkin. Lekin ehtimol pastda. Ehtimol past. Qani boshladik. Yo'q. Bu nima deb o'ylasangiz, bu mening uyim. Past qismini bitirib bo'ldim. Endi bu yonlari g'ishtdan bo'ladi. 3, 4, 5. Aynan 5 blok. Buni sizlarga ko'rsatgim kelyapti, lekin xafa bo'lmanglar, lekin men buni ko'rsata olmayman. Siz zerikib qolasiz. Mana biz yon taraflarini qurib bitkizdik. Bu yerni xonalarni ajratib olamiz. 1, 2, 3, 4, 2 xona qilamiz. Menimcha bu yerda ko'proq xona qilish kerak. Bu yerdan bitta kichik yo'l bo'ladi. Yani odamlar o'ta olishi uchun video ketyapti shekilli, menimcha. Mana ketyapti ekan. Menimcha shunchalik yetsa kerak. Yetadi. Sal qiyin bo'lyapti, lekin biz deyarli oshib ham ketdi. Yugurish yo'llarini keyin qilamiz. Asosiysi bu yerni bitkizib olish. Xo'sh, hozircha unchalik yomon ko'rmayapti, to'g'rimi? Bu yerda doska, ya'ni doska yasaymiz. Mana shunday qilib bitkizib oldik. Mana doskamiz ham tayyor. Bu yerga stullarni o'rnatib chiqamiz hozir. Bu yer matematika xonasi bo'lsa, bu yer kompyuter xonasi. Bu yerga endi boks zal qilamiz. Zal. Endi bo'lishamiz. Bu yerda endi boks nimalarini qo'yish uchun birinchi bo'lib bu yerga biz endi chiroqlar o'rnatamiz. Hop. Bu yer chiroq baland bo'lib ketdi. Bitta burchakka o'rnatib chiqamiz. Bu tomonga ham xuddi shunday. Yosh. Shunday. Bu yerdan endi tomini qilib chiqamiz. Mana shunday.
Mana shunday hop hop. Endi bu yerga o'sha aytgan narsalarni ilib chiqamiz. Hop. Bu yerda ham bitta. Bu yerga shart emas. Bu yerga bosib qo'yar ekan. Bu yerga bitta, bu yerga yo'q. Bu yerga nima bo'lar ekan? Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Bu yerga yo'q bo'lmasa bu yerga. Bu yerga bitta, bo'lmaydi. Endi biz bu yerga kerakli narsalarni qo'yamiz. Bu yani hop hop. Bu yer shunday. Böyle qaysi tomon edi? Mana shu tomon ekan. Chiqishdan to'xtamayapman. Bu yerga kerak emas. Chiqishiga qaysi kallasiga sotadi. Xo'sh, bu yerdan endi bu yerdan chiqamiz. Hop. Matematika xonasi ham. Son belayib ketmasin. Mana barcha xonalarni tomini yopib chiqamiz. Ketdik. Xo'sh, ketdik. Tugatdik. Endi bu yer nimaligini ko'rsatib beraman. Uni tepani ko'ryapsizlarmi? O'sha yerda mening uyim bor. Bu yer meni uyim. Hop. Bu yerda esa mening yashirin xolam bor. Qalay. Super pesam yomon bo'ladi. Bu yerda esa men uxlayman. Bu yerda men uxlayman endi hozir. Mana biz endi maktabga borishim kerak. Bekor uxlab qolibman. Xo'sh, bitta ham jonim ketmadi yaxshi. Hozir mana men endi maktabga borishim kerak bo'lsa. Texnik xatolar bo'lib, video yozilmay qoldi. Ayrim joyi shunchalik boshqatdan o'sha joyni ko'rsatyapman. Yo, creeper qoch. Creeper boshqa yerda portlatil iltimos. Maktabim yo'q, qo'rma. Bilan narsani olaman. Ichimda. Creeper. Bitdim endi bu qilichni yashirib qo'yamiz. Endi biz maktabga kirishimiz kerak. Ketdik. Stas kirsam bo'ladimi? Bittaga chiqib ketdik. Tez. Hop. Qayerda meni joyim? Mana bu yerda. Bugungi darsimizda biz kasrni o'rganamiz. Tushunarlimi? Xo'p. Birinchi bo'lib o'tgan darsda eslab olaylik. O'tgan darsda nima o'tgandik? O'tgan darsdami? Karrani o'tgandik. Xo'sh, yodlab keldingmi? Ha, yodladim. 2 kare 2 4. 7 kare 7 49. Jo'ydimi? Dars ketdi. Dars hozir kelaman. Hop, tez kel. Keyingi darsda ko'rishamiz. Ya'ni kun soat esa bu sos qilsam bo'ladimi? Kiraver, tez bo'li. Bittaga chiqib ketdik. Ha, nima bo'ladi? Bugungi o'yinimiz nomi Roblox. Qani kompyuterda o'ynaychi. Xo'p. Qoch. Ket. Jim o'tir, ey. Xo'p.
Koş git. Koş. Mana. Hop. Yuttum. İyi ders geldi. Ders bitti. Hayır. Endi yangi soat esa bu jismoniy tarbiya. Do'stlar, videomiz tugadi.